o'sha tibbiyotda o'lim holatlari ko'p bo'lyapti ChatGPT bo'yicha. Siz hayotingizni ishonasizmi? Yo'q, albatta. ChatGPT bemorning hayotiga ertaga javob bermaydi. Bo'lmasa uni shifokor kimga shikoyatini qiladi? Kimga sudga beradi? ChatGPTni olinadi. Endi biz siz bilan zo'r mavzuni hozir ko'taramiz. ChatGPT. ChatGPT bo'yicha bitta qiz so'rabdi, mana men rasm jo'natibdi-da, mana shuni menga anaqa diagnoz qo'yib berib, buni men bilan nima qilishim kerak debdi. Endi ChatGPT o'ylagan, anaqa qilgan, fikrlaganni, menimcha sanda degan atipik holat ketyapti. Bir tomograf borgan, MRTga qilgan, tekshirtirgan, mana qanaqa analizlar yozib beribdi. ChatGPT yozib beribdi. U qiz qilgan hammasini tekshirtirgan, ish qilib, o'sha qizda rostdan ham melanoma degan kasallik chiqib kelgan. Endi ChatGPT endi olamga tanildi. Voy, u vrachdan zo'r ekan, zo'r tashxis qo'yib berar ekan deyapti. Endi u qiz shunaqa darajada ommaviy qilib ko'rsatdiki, ChatGPT bu shifokorlardan aqlli, sizlar shundan ham foydalaninglar deyotgan ekan. Yo'q, buni nima deymiz? Ziyoni yo'q, chunki butun o'sha tibbiyotdagi hamma kitoblar, standartlar kirgizilgan bunga, rasmlar masalan. Hammasi kirgizilgan. Programma bu, ko'radi, solishtiradida, o'sha tavsiyalarni beradi tekshiruv. Lekin hozir o'sha tibbiyotda o'lim holatlari ko'p bo'lyapti ChatGPT bo'yicha. Tavsiyasiga qarab dori ichganlarda o'lim holati kuzatganligi uchun u dori darmon ichishdi, buni chiqarib tashlayapti tavsiyasidan, nima dorilar ichishdida, nimaga uchun o'lim ko'payganligi uchun. Faqat diagnoz qo'yib ber, tavsiya ber yoki mana yo'naltirish mumkin. Yo'naltirish mumkin yoki dori ichsa ham shifokor maslahat bilan shularni ichish. O'shani yozib bermayapti-da, oxirisi unga bitta dori yozib beribdi, ximioterapiyada olingan nechtadir bir dorini yozib beribdi, shuni qilsang yaxshi bo'lib ketasan debdi. Mana shu bilan borgan, endi ChatGPTni endi mana shu retseptni, menga bu retsept. Endi buni ularda, masalan, Yevropa davlatlarida просто tak bermaydi. Ularga retsept kerak. Retsept kerak. Aytyapti, mana mana ChatGPT menga berdi, endi onkologga borgan, onkolog hayron qolgan, ish qilib, shunaqa qilyaptiki, hozir vrachdan ko'ra mana shu sun'iy intellekt yaxshiroq, o'shalardan ko'proq solishtiringlar deb. ChatGPT bemorning hayotiga ertaga javob bermaydi. Bo'lmasa uni shifokor kimga shikoyatini qiladi? Kimga sudga beradi? ChatGPTni shunaqa narsa, u aniq fanlarni yechimini beradigan narsa-da. O'lim holati meditsina, конечно. meditsina boshqa fanlar bor, shunaqa mutaxassislar bu noaniq fan. Masalan, har bitta patsient, har bitta odamni organizmi individual bo'ladi. Bir-biriga o'xshamagan bo'ladi. Kasallik, masalan, ko'rinishi har xil bo'lishi mumkin. Bu narsani baribir ChatGPT bu iskусственный intellekt bilmadim bu narsada ozgina. Siz hayotingizni ishonasizmi? Yo'q, albatta. Yo'q, hozir ommaviylashib ketgan. Instagramni shunaqa darajada ChatGPT yo'llanma ko'rsatib berishi mumkin. Qanaqadir jalbasini, qanaqadir bezovta qilgan narsasini aytsa, shu mutaxassisga bor, shu tekshiruvlarni o'tkazib ko'r deyish mumkin. Shifokor bilan maslahat qiling deb yozadi u. Endi yozadigan bo'pti. Endi yozadigan bo'pti. O'lim ko'payib ketgandan keyin albatta u qo'shdi ular. Hozir yozsangiz tavsiyada shifokor maslahat bilan iching deb dorini yozib beradi yoki shifokor bilan maslahat qiling deb yozadi. Endi chunki kompaniya ham qo'rqadi o'zini istig'foq qilishga. Mana bitta bemorimga ChatGPT bitta dorini, anaqasini, dozirovkasini endi men 50 mg yozib berganman-da, undan ko'pini ichish ko'p deganman. U ta'sir qilmayapti deb menga yozgan. Ta'sir qiladi, vaqt kerak deganman, vaqt. ChatGPTga yozsa, sen 200 mg ichishing kerak debdi. 200 mg. Uni ichgan bemorim. Menga 15 minutga telefon qildi, Yevropada menga nafas siqyapti deydi. Nafas siqyapti. Men bunaqa deydi, toshyapti. Nima qilishim kerak? Menga telefon, ChatGPTdan so'rash mumkin emasmi nima? Nima desam, "Yo'q, endi siz tezroq javob berasiz" deydi menga. Bor skoriga, anafilaktichеский shok. Tez davay skoriga telefon qilib bor. Вот до такой степени o'zini ishontirganda hozir mana shu ChatGPT, to есть sun'iy intellektda hozir o'shanga qarab bizani tekshirishadi. Bizani bemorlar tekshirishadi ham qolgan oxirgi payt. Sababini bilmay, bu narsa bilmayman nimaga olib keladi oxiri. Bu yaxshi, bu shifokorlarda o'zini ustida ishlashga olib keladi, xato qilmaslikka olib keladi. ChatGPT bilan mana qarang, siz aytyapsiz 50 mg deyapsiz, senga mumkin emas oshirish deyapsiz. ChatGPT 200 mg deyapti. U qanaqa qilib sizni rivojlanishingizga ta'sir qiladi? Ayting, sizni dozirovkangiz uni dozirovkasi bilan to'g'ri kelmayapti-ku. Aytadi, demak, sen ta'sir qilmayotgan bo'lsa, sen uni 150 mg ga dozasini osh. Bu narsa nima? Конечно, noto'g'ri bu narsa.
Ximioterapiyada ham shunaqa menimcha. Bo'yiga, vesiga qarab qilinadi. Sizlar o'zingizlar dozasini kerak bo'lsa qanaqadir dori qo'shasizlar, to'g'rimi? Har bir kasalga individual. Individual qaraysizlar. ChatGPT protokol bo'yicha hammasini yozib beradi. Shu narsani biz endi bemorlarga ham ko'rsatishimiz kerak. Bo'yi, vesi bir xil kasal, lekin bittasi charchab qolgan, bittasi tetik bo'lsa, ikkalasiga bir xil doza qila olmaysizda. Xuddi shunaqa narsa, hamma ko'rsatkichlar hisobga olinadi.